4-noyabr 2025-yil soat 21:25 da Milliy TV kanalida Tozalovchi serialining kutilgan 87-qismi namoyish etiladi. Bu safar voqealar yanada keskinlashadi, har bir sahna tomoshabinni chuqur o'yga toldiradi. Serial o'zining kuchli syujeti va hayotiy dialoglari bilan ajralib turadi. Har bir harakat, har bir qaror ortida og'riq, qo'rquv va ichki kuch yashiringan. Asosiy qahramonning iztirobi va jasorati tomoshabinni o'ziga rom etadi. Aktyorlar ijrosi, ayniqsa bosh rol ijrochisi, hayratlanarli darajada tabiiy. Musiqa esa har bir sahnaga his va chuqurlik qo'shadi. Tozalovchi bu faqatgina jinoyat haqidagi film emas, bu inson ruhining sinovlari, ichki tozalanish va kurash haqidagi hikoya. Har chang ortida bir ayolning hikoyasi bor. Bu serialning yuragi bo'lib, uning har bir lahzasi ayol kuchi va sabrining timsoliga aylanadi.